Assalomu alaykum qadrli yurtdoshlar. Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumanida bugun 6-mart 2026-yil hafta kuniga juma, hammalarga juma ayyomi muborak bo'lsin. Gazoblarimiz shu bugun chiqqan holatini video qilib kanallarimizga joylayapmiz. Qadrli yurtdoshlar, boshidan aytib qo'ya, vodiy bo'ylab 16,5 ming so'mdan dastlabki yetkazib berishimiz bilan narxini aytmayapsiz. Narxi davlat sirimi deb kulishyapti. Shunga boshidan aytib qo'yapman. Shu bugun chiqqan holati juda ajoyib. Mana teshiklari ham mayin holatda. Ichi termiz bo'lgan gazobloylarimiz. Bular avvalgi gazobloylar. Kecha chiqqan gazobloylar bular. Bular oldinroq chiqqani. Bular kecha kundan chiqqan. Vodiy bo'ylab dastavkamiz 16,5 ming so'mdan yetkazib berishi bilan bitta 20 ga 30-60 razmeri Yasin 550 markadagi sementda quyiladi. Super go'zal bo'lgan holatda gazobloylarimiz. Kimga gazobloy kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol ekranda nomerlarimizni qoldirib qo'yamiz. Aloqaga chiqarasizlar. Namangan, Andijon, Farg'ona viloyatlari bo'ylab dastavkamiz mavjud. Yetkazib beramiz, xudo xolasa.